Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz bilan tayyor bo'ldi. Bu eshiklarimizni 4 ta eshik, 2 ta rom qilib berdik. Bu eshiklarimizni Andijon viloyati Sharxonga olib kelib o'rnatdik mana Sharxon. Sharxonga olib kelib o'rnatdik. Mokri holatda bo'ldi. Mana narxlari ham ideal darajada. Mana standartli rom 1.30 ga 1.65 lik rom. Mana eshiklarimiz 1.15 ga 2.40 lik eshiklar. Mana olib kelib o'rnatdik. Zamolar ham doimgidek Xudo xolasa turadagi zamolar high-tech fasonda bo'lgan, glansli laklar chachilgan. Xudo xolasa mana o'ta ideal darajada mana yiltillab turibdi mana Xudo xolasa. Sostenasi ham tiniq 08 da bo'lgan. Kesaklari ham prislangan, Xudo xolasa hamma yog'i cho'tki holatda bo'lgan. Oshim boshlar 3 tadan qo'yilgan. Aynan 20 talar olib kelib Xudo xolasa ularni mana olib kelib o'rnatib berdik. Ishlarimizni 2300 mingdan qilib berdik. 2300 mingga mana shu kiradi mana shu bitta bir donasi. Mana shu eshik mana 2300 mingdan olib kelib o'rnatdik mana. Romlarimiz 1,5 milliondan qildik mana. Bu bir qanot eshigimizni 1,8 million qildik. 1,8 million. Shular ham mana bu ham 1,5 million, bu ham 2300, bu ham 2300 dan olib kelib o'rnatdik. Oshim-boshliq zamoylari, aynalari hamma yo'g'i ichida olib kelib stolga hamma yo'g'i ichida qilib olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa bularimizni sifatini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa zo'r, ideal darajada. Xudo xolasa mana kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mokrimi, jigarrangmi doim aloqadamiz. Xudo xolasa telefonimiz 97 lik 224 2255. Doim Xudo xolasa xizmatdamiz. Kimga murojaat qilib Xudo xolasa telefon qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. Kelishilgan holda Xudo xolasa xabarlar. Kanalimiz yangi bo'lsa, bitta podpiska bitta like qilinglar. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, savollarga berishlar mumkin. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Hammalarga omad, ishlarga rivoj. Hammalarga rahmat.